Hammaga xayrli kun, do'stlarim, xormanglar. Aeroportga mana shu joygacha kelib oldim amallab, adashib. Safarim Xudo xolasa mana bir o'zim boshladim. Yo'lda yana o'rtoqlarimiz bilan hozir ko'rishib qolishimiz kerak. Birinchi navbatda men hozir bu yoqdan bu hozir duty free deylar ekan. O'zbekiston aeroportida men birinchi navbatda hozir eSIM olishim kerak. Qayerdaligimni topib olsam bo'ldi. Sizlarga ham mana shunaqangi chet ellarga borib, ishlab, malaka oshirib, dunyo kezish nasib qilsin do'stlarim. Sekin-sekin borgan joyimdan videolar qilib boraman. Sog' bo'linglar. Hamma ham chet elga uchmagan bo'lishi mumkin. Sizlarga ma'lumot uchun aytmoqchiman. Registratsiyadan o'tganingizdan keyin mana shunaqangi joy bo'lar ekan. Bu joydan siz eSIM olasiz. Boradigan davlatingizda siz eSIMni o'rnatasiz telefoningizga va sizga internet bemalol ishlaydi. Bez VPN, boshqa narsalarni bemalol ishlatasiz ekan. Hozir bu samolyotlarni ko'rib, o'ylab turibman-da. Boradigan davlatimda adashib qolmasam bo'ldi. Mana shu Toshkent aeroportini o'zida qancha masalalarni so'rab hal qilyapman. Bu yoqda kommunal til bilmasak, nima qilamiz ekan deb boshim qotib qoldi. Bir gap bo'lar, amallarimiz shu joygacha keldim-ku. Hozir aeroport ichida har xil odamlarni ko'ryapman-da. Shu narsaga amin bo'lib, o'zbek xalqidek, mana shu Markaziy Osiyoda yashaydigan odamlardek mehribon xalq ekan. Chunki boshqa millatdagi odamlardan biron nimalar so'rayapti-da, yonimdagilar tushunmay birinchi marta ketayotganlar qaramayapti ham, yuziga qaramayapti ham, umuman e'tibor bermayapti. O'zbeklardan so'rasa, amallab inglizchaga tarjima qilib, telefonlarida tushuntirib, yo'l ko'rsatib, qo'ldan kelgancha mana shu mehr ko'rsatishyapti. Lekin boshqa millatlar ko'pincha e'tibor ham bermaydi ekan, sizga qaramaydi ekan, ishi ham bo'lmaydi ekan. Balki shunaqaligi ularda mana shunaqa mentalitetda, buni bilmayman. Lekin O'zbekistonda yashayotgan har qanday millat ba'zi juda haligida sразу yordam bergisi keladi. Hozir yo'l so'rab odamlar Makkaga borgan deydi. Biz ham amallab boradigan joyimizda manzilimizga Xudo xolasa yetib olamiz. Sog' bo'linglar.